Yaxshi qolinglar. Bo'pti dada. Bojamga salom aytib qo'yinglar. Xo'p, pochcha. Xolamni qizini pochcham dedim, kattadan bobo qaynatam bo'lib qoldimi? Bo'libdi. Matematik vash to'g'ri kelmayapti-ki. Ertaga o'zimni bolam jiyanim bo'lib qolaman shunda. Qani ko'ylakcham yarashibdi. Hosila Rahimman ko'ylakchasimi? Ha, hamma maqtayapti-da. Chiroylimanmi? Barcha chiroyli bor-ku, uncha emas, malades. Lekin shu baribir bola payting bundan o'rgan ko'rganman, anjisga tushib ketaveradi. Xolamdan kelyapti? Siz nima men ayamda xola, dadam pochcha deysiz? Xolam bo'lgandan keyin xola deyman-da, pochcham bo'lgandan keyin pochcha deyman-da. O'zi seni ham bo'lacha deyishim kerak. Xotin deyotganimga shukr qil. Albatta-chi. 4 kilo go'sht, 2 kilo suyak olishimiz kerak ekan. Endi xotin suyakni nima qilasan? Meni qarindoshlarim kelsa 4 kilo go'shtdan lo'mlatib nima qilamiz? Sizni qarindoshlaringiz kelsa 2 kilo suyakdan lipillatib sho'rva tashab qo'yamiz. Senga ozgina yetishmaydi-a? Seni qarindoshing meni qarindoshim, meni qarindoshim seni qarindoshing-ku. Xolamni qizisan-ku, zombircha suyagingni kichikka berasan. Tojimini. Baribir suyak olaman. Chutchiligini qiladi degan rost ekanda. Men ukang to'yida pul teradigan kasr bo'laman dedi. Meni samor tagiga tiqib qo'yibdi. Ayam obid qo'lida pul turmaydi, kichkinaligidan topganini ko'chaga sovuradi, to'yaning pulini ham yeb ichormasin deb aytdi. Xolan qiziga uylanding degan hamma nozik joylarni sotding deganima deyman. Sizgina undan ko'ra 5 beganan qizini olganimda qaynım to'yida xatiyam siqilib o'tirib, kalbasalarni, asartilarni tiqiydim. Jiyan chaqan, o'g'il chaqani?